Bismillahirrahmanirrahim. Rasululloh Arabiyya 2-qism 9-dars. Dars başlashdan ilgari darsdagi nuqtaliq grammatikani so'zlab qo'yay. Bugungi darsimizda asosiy nuqtaliq grammatikdan so'nggi 5 mazmun to'g'riq so'zlaymiz. Birinchisi, odatda ayollik ismlar köplikka aylantirmoqchi bo'lsa, ko'pincha hollarda keyingi alif bilan ta qo'shish orqali ko'plikka aylantiriladi. Masalan, muslimatun. Buni ko'pligi muslimatun. Oxiri alif bilan ta qo'shiladi. Talibatun, talibatun. Buning oxiriga alif bilan ta qo'shiladi. Bunga o'xshash alif ta bilan jami qilingan ayollik ismlarni jumladagi o'rniga qarab i'rob berish to'g'ri deb qolsa, bunday i'rob qilinadi. Pesh o'qildigan yerda o'qilaveradi. Zir o'qildigan yerda o'qilaveradi. Zavar o'qildigan yerda zir o'qiladi. Shuni bilib olsak. Biz oldingi darslarda jumlada fa'il bo'lsa pesh bo'ladi degan. Maf'ul bo'lib qolsa zavar bo'ladi degan. Oldingi harf jar kelib qolsa zir o'qiladi degan. Endi mushundaq ismning oldiga zir o'qituvchi harflar kelib qolsa zir o'qilaveradi. Ikkilanmasdan. Fa'il bo'lib qolsa pesh o'qilaveradi. Ammo maf'ul bo'lib qolsa biz degandek zavar o'qilmasdan nima bo'ladi? Zir o'qiladi. Shuni bilib olsak. Masalan, muslima talibatun desak qiz o'quvchilar shundami? Bu agar jumlada fa'il bo'lib qolsa, talibatun deb o'qilaveradi. Masalan, haula'i talibatun. Mavla qiz o'quvchilar. Talibatun. Ja'ani talibatun. Maf'ul bo'lib qolsa zir o'qiladi, zar o'qilmaydi. Adat normal ismlarni o'qiladi, zar o'qiladi. Masalan, ra'aytu Muhammadan, Muhammad zar o'qilgan. Endi mush Muhammadning o'lg'a alif ta bilan ko'plik aylantirilgan ayollar ko'plik shaklida ismi keltirsa, zar o'qilmasa zar o'qiladi. Masalan, ra'aytu talibatin. Uni boshqa oldi qo'shilish kelib qolsa, zir o'qilish edi. Bu tushunish. Ammo maqsad kallamizga bir qiz gaplarni sandirib olsak, alif ta bilan ko'plikka aylantirilgan ismlar zar o'qilishi tegishli bo'lganlar nima qiladi? Zir o'qiladi. Bu mush qoida. Ikkinchi qoida mudof ilayga chaqiriq harfi ya kirib qolsa, shundagi muzof zarara bo'ladi. Shu qoida. Muzof ilayga sizlarga tushunishlik ikki so'z birga ikkinchi so'z zir o'qilib tarjimasiga ning qo'shimchasi qo'shilsa, buni biz muzof ilayga birikma deymiz. Masalan, Abdullah desa Allohning bandasi. İbn degan ko'p bo'lishlarmi? Ibn Muhammad desa Muhammadning o'g'li. Ibn Abbasning o'g'li degandek. Endi shunda ikki so'zdan birikib muzof deb ataladigan ikki so'zning oldiga nima kelib qolsa, birikkan so'zning birikining oldiga chaqiriq harfi ya. Arab tilida ya falan deb bormi? Shu ya kelib qolsa, birinchisi ya'ni muzofni zarur. Masalan, Abdullah deb qo'yishindami, oldiga ya kelib qolsa, ya Abdullah. Ibn Abbasdan oldiga ya kelib qolsa, nima qildi? Ya Ibn Abbas, ya'ni Ibn Abbas. Ana shuni o'xshash tushunsak bo'ladi. Ikkinchi qoida to'qindirishdagi muzof bilan oldiga chaqiriq harfi bo'lgan ya kelib qolsa, muzof zavar. Üçüncü qoida ta'ajjub fi'lisi.
Mesela biz Uyghur tilida bir ishga hayron qolmoqchi bo'lsak, nimanda aqlli bo'lma u, nimanda yo'g'on, nimanda kichik, nimanda chiroyli, nimanda issiq, nimanda sovuq deymiz-ku, arab tilida shuni ma af'alahu shakl deb ataydi. Har qanday bir sifat ma af'alahu shaklda kelsa, fi'l ta'jub qilinadi. Mayt oddiy, masalan, hasanun ma'nosi chiroyli. Mushuni ma af'alahu shaklda keltirib baqale, ma ahsanahu kabirun chung. Mushuni ma af'alahu shaklda keltirib baqale, ma akbarahu saghirun kichik. Mushuni ma af'alahu shaklda keltirib baqsa, ma asgharahu. Ma'nosi ma ahsanahu kelsa, nimada chiroyli, nima degan chiroyli degan. Akendagi hu deganimiz biz nimani chiroyli demoqchi bo'lsak, shuni aytsak bo'ladi. Masalan, Muhammad pek egiz shundaymi? Bunda turibdim. Bunda egizman bola demoqchi bo'lsak, undaymiz. Tawilun degan egiz. Ana shuni ma atwa shaklda kelib, ma atwala Muhammad. Hali ma atwala hu deb hu Muhammad bo'lsa. Ma atwala Muhammad. Muhammad nimada egiz? Zirak degani zakiy deydi shundaymi? Bu shunday ma'al shaklda kelib, ma azka Muhammad. Muhammad nimada qisra? Degan shaklda kelib, boshqa shakl yo'q. Faqat ma'nosi nima degan deb tarjima qilsak bo'ladi. 4-chi grammatika bilan so'zlamoqchi bo'lgan ism mavsul nisbiy almashlar. Ya'ni zahir til bo'yicha degan vaqtimizda allazi allati. Bunun erlik şekli allazi, ayollik şekli allati. Erlik köpçük şekli allazina, ayollik köpçük şekli allati. Bu Kur'an'da da kuşaydı bu allati, allazina da şundaymi? Bu nim degan gap desam. Tercüme qilgan vaqtimizda bu ne? Keyindagi jumla allazi allatini keyingi jumla ismli jumla bo'lsa, diki deb tarjima qilamiz. Basta. Fiillik cümle bo'lsa ko'pincha allarda g'amqan. Ammo salonda shu hukm aytilib qolsin, allati ma'nosi diki, tiki, g'an, qan deb tarjima qilsa. Ayna talibul lazi jaa amsi. Ayna degan nima o'qiyadi? Talib degan o'quvchi. Allazi nimzo qan diki, tiki shundaymi? G'an deb turdi hozircha. Jaa keldi amsi tunugün. Xush baqalandi tunugün kelgan o'quvchi dedi. Qanqan gelgan tunama deki tiki deb tarjima. Ham faqat diqqat qilgan nuqta erlik ayollar ko'plik shaklarini ta'kidlab o'tsak. Allazi erlik birlik, allati ayollik birlik, allazina erlik ko'plik, allati ayollar ko'p. Jumladagi tarjimasi diki, tiki, qan degandek shaklda tarjima qilsak bo'ladi. Qolgan mazmunlarni bu hozirgi modalashtirishda so'zlamoqda. 5-chi mazmun ma. Albatta biz davomli savol ishlatadigan ma'vo. Masalan, masmuka deymiz, ismimiz nima shundami? O'shadagi ma. Nima degan gap shundami? Endi mushu ma'noning oldiga bir harf qo'yib qolsa, keyindagi alifni tashlasak bo'ladi. Masalan, din deydi min. O'sha minni ma'no oldiga qo'ysak, asli min ma'no shundami? Endi oxirgi alifni tashlab mimma qilsak. Ba bilan degan gap. Shundaqo ma'no qo'ysak bima, nim bilan degan gap. Ama şöyle ilmler o'tib, mingsak bo'ldi bima. Bunun Qur'onda misol kelsak, an degan to'g'risida tim degan ma'no shundami? Ma qo'ysak amma olanda nima to'g'riliq degan gap. Qur'onda sura Amada bir parda bor, bu pardasini amma yatasal. Ash amma asli amma. Alif tashdid bilan amma. الكلمات الجديدة. درس başlashdan kirib biz avval
Yan so'zliklarni bilib olaylik. Qaimatun, qawaimu, ma'nan, tinun, narun, alaqatun, alaqatun, lahdatun, jarasun, ajrasun, iddatun, hadara, khalaqa, rafa'a, ahsanta, ranna. Qoimatning ma'nosi tizimlik degan ma'noda. Qavoim tizimliklar ko'pchilikka, ya'ni tomoq tizimligi, daraja sirkisi qatorliq narsalarga ma'lum. Ma'nan ma'nosi, mazmuni, qaynun lay, narun o't, alaqa munosabat, aloqa, aloqat ko'pligi, lahdatun birdan azroq, jarasun qo'ng'iroq, ajros ko'pligi, aydatun bir qancha, hadara keldi, xalaqa yaratdi, rafa'a ko'tardi, ahsanta yaxshi qildingiz, yaxshi bo'libdi, ikkinchi qisqartirilgan, ranna jiringladi, chelildi. الدرس التاسع. دخل المدرس الفصل ووجد فيه 15 طالبا فقط، فقال لهم: أين الطلاب الجدد الخمسة الذين جاءوا أمس؟ قال عبد الله: حضروا اليوم وخرجوا قبل قليل، أظن أنهم ذهبوا إلى المدير. رجع الطلاب الخمسة بعد قليل، فقال لهم المدرس: أإلى المدير ذهبتم يا أبنائي؟ قالوا: نعم، ذهبنا إليه لأننا ما وجدنا أسماءنا في القائمة. جلس المدرس وقال: أقرأتم درس الأمس يا أبنائي؟ قال الطلاب: نعم، قرأناه وكتبناه وحفظناه. قال المدرس: أفهمتموه؟ قالوا: نعم، فهمناه جيدا. ما أسهل هذا الدرس؟ قال عبد الرحمن: أنا ما فهمت فيه 3 كلمات. قال المدرس: ما هي؟ قال عبد الرحمن: قرأنا في الدرس هذه الجملة: عاد جدي من الخرطوم. فما معنى هذه الكلمات 3؟ قال المدرس: عاد معناها رجع، والجد معناها أبو الأب أو أبو الأم، والخرطوم عاصمة السودان. أفهمت؟ قال عبد الرحمن: الآن فهمت. ثم فتح المدرس كتابه وقرأ درسا جديدا: خلق الله الشمس والقمر والنجوم والأرض والبحار، وخلق كل شيء، وخلق الإنسان من طين. ثم قام وكتب هذا الدرس على السبورة. رفع محمد يده وقال: ما معنى الطين يا أستاذ؟ قال المدرس: الطين معناه التراب المختلط بالماء. ورفع فيصل يده فقال له المدرس: أعندك سؤال يا فيصل؟ قال فيصل: نعم، عندي سؤال. البهار جمع البهر؟ قال المدرس: نعم، هو كذلك. قام الحسن وقال: ما جمع السماء يا أستاذ؟ قال المدرس: جمعها سماوات. ثم سأل المدرس الطلاب عدة أسئلة: من خلقك يا إبراهيم؟ خلقني الله. ومن خلقكم يا أبنائي؟ خلقنا الله. من خلقني يا عباس؟ خلقك الله. من خلق الشمس يا عبد الله؟ خلقها الله. ومن خلق القمر يا عبد الله؟ خلقه الله. ومن خلق النجوم يا أحمد؟ خلقها الله. يا أستاذ، عندي سؤال ليست له علاقة بالدرس. ما هو؟ قرأت في كتاب أن النجوم أبعد من الشمس. أصحيح هذا؟ نعم، هذا صحيح. مما خلق الله الإنسان يا عثمان؟ خلق الله الإنسان من طين. أحسنت يا عثمان. ومما خلق الله الجان يا أبا بكر؟ خلق الله الجان من نار.
كيف عرفت ذلك يا أبا بكر؟ عرفت ذلك من القرآن الكريم، فجاء في سورة الأعراف أن إبليس قال لله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أحسنت يا أبا بكر. كم سماء خلق الله يا عبد الله؟ خلق الله 7 سماوات. وفي كم يوم خلق الله السماوات والأرض يا عبد الرحمن؟ خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام. هذا صحيح. قال الله تعالى في كثير من الآيات إنه خلق 7 سماوات. فقال في سورة الطلاق الله الذي خلق 7 سماوات. وكذلك قال في كثير من الآيات إنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام. فقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. في هذه اللحظة رن الجرس وخرج المدرس من الفصل. هذا ترجمة قرأي. ترجمة jarayonida biz ilgari va bugungi grammatikalarni bir qadar tahqiqlab ma'nimiz. Ammo bugungi darsga munosabatli grammatikani sal bakroq tahqiqlaymiz. 9 ders. O'qituvchi sinfga kirib, sinfda 15 o'quvchini ko'rdi. Majmulda vajada degan fe'l asli lug'at ma'nosi topdi degan ma'noda. Lekin ko'ngilda his qilgan. Yani asosliqqa ko'z bilan ko'rishdan boshqa qalb bilan his qilishni ifodalaydi. Shu yerda o'quvchi 15 o'quvchini ko'rdiligini, baliqni his qildi deganda his qildi degan ma'noga yaqin chiqadi. Ama 15 keyindan kelgansiz va qulluqlik to'g'risida grammatika oldinda ketganga pek tahlil o'tmaymiz. Shuning bilan ularga mundaq dedi. Shuning bilan deganda faqatdagi fa shuning bilan ifodalaydi. Ayna tullabul jududul al-khamsatu alladhina ja'u ams. Bayatimiz ta'kidlab o'tgan allazina allati degan nisbiy almashlar g'am qan deki gen deb tercüme kılındı va tümügün kelgen 5 yeni o'quvchi qani Abdullah bundaq dedi. Hadarul yawm va kharaju qabla qalil. Bugun kelgan sal ilgari chiqib ketdi. Yoki azroq ilgari chiqib ketdi. Azunnu annahum zahabu ila al-mudir. Azunnu asli o'ylayman deb qarayman degan ma'noda. Allohanikin meningcha deb tercüme qilsak yaxshiroq chiqadi. Meningcha ular mudirning qishiga ketdi. Dahabu ko'plik bo'lganlik uchun dahabu deb ko'plik shaklda keldi. Raja'at tullabul khamsatu ba'da qalilin. Besh o'quvchi bir oz vaqtdan keyin qaytib keldi. O'quvchi ularga mundaq dedi. A'ila al-mudir dhahabtu ya abnai balarim. Mudirning qishiga bordinglarmi? Ular mundaq dedi. Ha. Mudirning qishiga bordik. لأننا ما وجدنا أسماءنا في القائمة. Çünkü biz ismimizni tizimlikten topamadık. O'qituvchi o'tirib mundaq dedi. Balarim, tungi darsni o'qidinglarmi? O'quvchilar, o'qidik, yozdik va yodladik. O'qituvchi, tushundinglarmi? O'quvchilar, shundoq, yaxshi tushundik. Bu dars nima degan asana? Ma ashala hada darsa degan darsimizdagi fi'l ta'ajjub. Yani hayronlikni ifodalaydigan fi'l. Ma ashala hada darsa ma af'ala shaklda. Qala Abdurrahman mundaq dedi. Men bu darsdagi 3 so'zni tushunmadim. O'qituvchi mahiya, qaysilao? Mahiya, qaysilao? Hiya shu ko'plik ma'noda qaysilao 3 so'z qaysi? Abdurrahman mundaq dedi. Darsda bu jumlani o'qidik. Ada jaddi min al-khurtum degan jumlani o'qidik. Bu 3 so'zning ma'nosi nima ekan? O'qituvchi. Ada uning ma'nosi raja'a, ya'ni qaytdi degan ma'noda. Al-jaddu degan uning ma'nosi dadning dadasi yoki apining dadasi, ya'ni buva degan ma'noda. Khurtum degan Sudanning poytaxti. Va Sudan Arab davlatida Afriq qit'asiga Arab davlati. Fahimta tushundingmi? Abdurrahman dedi. Ha, al-hozir tushundim. Al-an fahimdim, endi tushundim. Al-anni endi hozir deb tarjima qilamiz. Ondan keyin o'qituvchi kitobini ochib, yangi bir darsni o'qidi. Xalaqallohu ash-shamsa wal qamara wan nujuma wal arda wal bihar
Ve halaka kulle şeyin ve halakal insane min tin. Allah quyoshni, oyni, yulduzlarni, zaminni, dengizlarni yarattı. Allah hamma narsani yaratdi. Allah insonni laydan yaratdi. Ondan keyin o'rnidan turib, mushu darsni do'stiga yozdi. Muhammad qo'lni ko'tarib bundoq dedi. Ustoz, tayinning ma'nosi nima? O'qituvchi bundoq dedi. Tayin uning ma'nosi suv bilan aralashgan tuproq demakchi. Suv tuproq aralashgan bo'ldi, lay bo'ldi. Lay demakchi. Faysal qo'lni ko'tarib edi, o'qituvchi uningga bundoq dedi. Faysal, sening savoling bormi? Faysal javoban, ha, mening savolim bor. Al-biharu jam'ul bahri degani, al-bihar degani asl al-bihar. Oldiga suroq hamzani birini qo'ygandan keyin nimaga aylanadi? Har qanday ismning oldida alif bor. Yana bir alifni qo'ysa, ikki alif birlashib suziladi. Masalan, Amina. Buning oldiga buni af'ala babi o'zgartirib, Amina. Biz to'g'ri qilib qolsa, ikki hamzaga qo'shilib qanday qildik? Amana. O'qituvchi shundoq. Va kadalik. U shundoq. Al-bihar bahrining ko'pligimi dedi, u shunday deb javob berdi. Hasan o'rnidan turib bundoq dedi. Ustoz, osmonning ko'pligi nima? As-sama' degan so'zning ko'pligi nima dedi. O'qituvchi uning ko'pligi samawat. Andan keyin o'qituvchi o'quvchilardan bir qancha savol so'radi. İbrahim seni kim yaratdi? Meni Alloh yaratdi. Ammo yerdagi ikkinchi shaxs birinchi shaxsning almashlaridan almashishiga diqqat qilinglar. Balalarım sizlarni kim yaratdi? Bizni Alloh yaratdi. Abbas meni kim yaratdi? Sizni Alloh yaratdi. Abdullah quyoshni kim yaratdi? Uni Alloh yaratdi. Mana Abdullah yo'qiladi, abda zavar qildi. Bayatning darsida ta'kidlab o'tgan qoida. Muzab bilan beshiga chaqir qarab kirib qolsa, muzab zavar qiladi. Man xalaqal qamara ya Abdurrahman. Abdurrahman oyni kim yaratdi? Xalaqahulloh. Uni Alloh yaratdi. Man xalaqan nujuma ya Ahmad. Ahmad yulduzlarni kim yaratdi? Ularni Alloh yaratdi. Ustoz, mening darsga munosabati bo'lmagan bir savolim bor. Indi bor degan ma'noda savol. Laysat yo'q. Lahu uning aloqa munosabati darsga, ya'ni mening darsga munosabati yo'q bir savolim bor. Ma huwa nima? Men kitobda mundoq deb o'qidim. Yulduzlar quyoshdanmi yiroqroq. Nima u? Biz oldinda o'rgangan af'alu min shakl ismi tafsilning millashtirilishi. Din yiroqroq. Mushu to'g'rimi? Na'am, hada sahih. Ha, mush to'g'ri. Mimma xalaqallohu al-insana ya Osman. Osman, Alloh insonni nimadan yaratdi? Hadiki mimma bayatni so'zlagan mimma. Ma'lan min birlashgandan keyin min ma'nan alifi tushib ketdi. Xalaqallohu al-insana min tin. Alloh insonni laydan yaratdi. Ahsanta ya Osman. Yaxshi javob berding Osman. Ahsanta har qanday ish, harakat, so'z, savol, javob har qanday bir ishning yaxshi bo'lganiga ishlayveradi, kelaveradi. Va mimma xalaqallohu al-janna ya Abu Bakr. Abu Bakr Allah jinlarni nimadan yaratdi? Ya'ni Abu Bakr muzab layog'achqa yo keladi abada savar qiladi. Xalaqallohu al-janna min nar. Allah jinlarni o'tdan yaratdi. Kayfa arabta zalika ya Abu Bakr? Abu Bakr shuni qanday bilding? Arabtu zalika min al-Qur'anil Karim. Men shuni Qur'onil Karimdan bildim. Chunki faja'alika qada chunki ma'ni chiqadi. Chunki sura Arafda iblisning Allohga mundaq deganligi keldi. Ana xayrun minhu xalaqtani min narin va xalaqtahu min tin. Men u odamdan yaxshi. Meni o'tdan yaratdilar, uni laydan yaratdilar. Mana bu oyatga qarab, men shaytonning, jinlarningki o'tdan yaratilganligini bilib oldim. Ahsanta ya Abu Bakr. Yaxshi javob berding Abu Bakr. Kam saman xalaqallohu ya Abdullah. Abdullah Allah qancha osmon yaratdi? Xalaqallohu sab'a samawat. Allah 7 osmon yaratdi. Fi kam yawmin xalaqallohu samawati wal arda ya Abdurrahman. Allah osmon zaminlarni Abdurrahman. Allah osmon zaminlarni qancha kun yaratdi? Xalaqallohu samawati wal arda fi 6 ayyam. Allah osmon zaminni 6 kun yaratdi. Ya'ni diqqat qilsak,
Halaka fiil, Allohning fa'ili, as-samawati maf'ul, al-ardamu at-tulub maf'ul. Al-arda normal zvar o'qilayveradi, ammo as-samawat biz darsdan oldin so'zlagandek alif ta bilan kelgan ayollik ko'plik shaklidagi ism bo'lg'achqa zvar o'qilayotgan muqovatida zvar o'qilayotdi. Hasa sahih, bu to'g'ri. Allah nurg'un oyatlarda osmon zaminni yaratganligini dedi. Sura Talaqda mundaq deydi. Allohullazi xalaqa sab'a samawat. Allah nurg'un oyatlarda 7 osmonni yaratganligini dedi. Sura Talaqda mundaq dedi. Allah 7 osmonni yaratdi. Shuningdek nurg'un oyatlarda osmon zaminni 6 kunda yaratganligini dedi. Sura Hadidda mundaq deydi. Huvallazi xalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah osmon zaminni 6 kun yaratgan zot. Mushu vaqtda qo'ng'iroq chilinib, o'qituvchi sinfdan chiqib ketdi. Tekstni tushungan bo'lsak, hozir tamarinni bir qo'shilib o'tay. Tamarinning birinchi, ikkinchi, uchinchi kunlik bilan asosli jumlaning mazmuni munosabat, tekstning mazmuni munosabat bo'lg'achqa, tekstni o'rganib bo'lgandan keyin ishlaymiz. Endi mana ikkinchi kunlikmida ana xayru minhu xalaqtani min narin va xalaqtahu min tin degan oyatga qarata javob berib savol qo'yapti. Mujigatni kim dedi? Kimga dedi? Mushu oyat qaysi suradan? Mushlarga tekstni o'zlashtirgandan keyin javob bersak bo'ladi. To'rtinchisi, tuandagi so'zlarning ma'nosini deb beradi. Tin, ada, jad. Uning ma'nosini o'rgangan bo'lsak, tushunsak javob bersak bo'ladi. Beshinchisi, misolni o'qib, shu bo'yicha tuandagilarni to'liqlangda o'tib. Masalan, bizga berilgan misol Asimatul Sudan al-Khurtum. Sudanning poytaxti Xurdun. Endi biz tuandagi misollarni o'zimiz bilsak, arab saviyamiz bo'lsa, to'shqansak bo'ldi. Masalan, Iroqning falan yerda edi. Iroqning nimasi poytaxti? Asimatu na Bag'dod. 6-kunlikmi? Misollarni o'qing. Tuandagi jumlalarni fe'li tahajjub, ya'ni hayron qilib ishlatib, yezing deyotdi. Masalan, bizga bergan misol, biz bayat tushuntirgandek, har qanday sifat ma'afala o'timiga tushib, fe'l tahajjubga aylanadi. Masalan, hazar rajul tawil, bu odam egiz. Tawilni ma'afala o'timiga tushib, ma'afala qilamiz-ku, ma'atala hazar rajula, bu odam nimandaq egiz. Hazal baytu kabir, bu uy cho'ng. Ya'ni kabir degan sifatni ma'af'alu shakliga kirgizib, fe'l ta'jub aylantiramiz. Ma akbara hazal bayt. Hazihi sayyara jamila. Jamila degan sifatni ma'af'ala shakliga kirgizib, ma ajmala hazihi sayyara. Bu mashina nima degan chiroyli. Mushu bo'yicha qog'ozlarni ishlasak bo'ladi. Masalan, hazal ma'u barid. Baridningki af'ala shaklini iliq deb birotiz bizga abrada deb. Ma abrada hazal ma. Bu suv nima degan suv? Bu shaklda qog'ozlarni ishlasak bo'ladi. 7-mashq ta'ammil al-amthilata thumma qra' al-kalimat al-atiyya waktubha ma'a dhabt awakhiriha. Misollarni o'ylaning, undan keyin tuandagi so'zlarni o'qing, ularni oxirini qoidaga solish bilan yezing. Oxirini qoidaga soling deydi. Endi bayatning grammatikada biz muzab muzabillayning oldiga jar kirib qolsa muzab zarf qildi degan. Bir gap chiqib qoldi. Xassim, odatdagi yolg'iz xassimni oldiga kirib qolsa, u ism taq pesh o'qiladi. Buning tafsiloti inshaalloh grammatik kitobda qo'yiladi, ammo ismi so'zlagan gap ya yolg'iz xassimning odamning ismini oldiga kelsa, bu ism taq pesh o'qiladi. Muzab muzablayni oldiga kelsa, muzab zarf qiladi. Masalan, deyotdi, Muhammadun ya Muhammadu, Hamidun ya Hamidu, Ustazun ya Ustazu, Ukhtu Hamidin ya Ukhta Hamid muzablayni zarf qiladi-da. Abdullah ya Abdullah degandek. Endi aslindagilarni tushungan bo'lsa o'qitaqinda otdi, albatta yolg'iz kelganlarni taqpash o'qiymiz, muzab qilib kelganlarni zarf qo'yamiz. Bu bizga ayon, ha. Tuandagi misolni o'ylab baqing va tuandagi jami muazzis salimni muayyanlashtirib, buni oxirini qoidaga soladi. Biz bayat o'rgandik. Alifta bilan ko'pliklardan jami muannas salimlar, ayollik ko'pliklar qanday o'qiladi? Zor o'qilg'aydi, zir o'qiladi deb o'rgangan.
Ra'aytu sayyaratan bu birlikki. Ko'plikka ra'aytu sayyaratin asli zora bo'lish kerak, ammo zora bo'ladi. Ammo shu bo'yicha qolganlarini o'rgansak bo'ldi, izlab topsak bo'ldi. Masalan, ikkinchisi talibat, uchinchisi majallat, balki baga birinchi mashqda xalaqallohu ash-shamsa wal qamara wan nujuma wal bihara wal arda was samawat. Qaysi alifda o'rganib bo'lmaslik turadi? As-samawat. Qolganlarini shu bo'yicha izlab chiqib, oxirini qanday o'qiydiganligimizni tushunsak bo'ldi. 9-si misolni o'ylab topib, undan keyin hamzini tundagi jumlaga kirgizib boqing deydi. Bayatni degani tekstni tushunish yanada 5da alif bo'lgan ismga hamzadan birini qo'shsak, ikkisini birlashtirib so'zimiz deb. Masalan, tekstda al-biharu jam'ul bahr deb chiqdi-ku. Al-bihar degan so'z bahrning ko'pligi mudab. Bu asli bunda al-bihar, al-bihar. Ikkisini qo'shgandan keyin ishga hamzani nima bo'lib ketgan? Al-bihar bo'lib ketgan. Xuddi shunga o'xshash al-ana. Mujno al-ana oldiga nima qo'shsak, hamzani bilan qo'shsak al-ana bo'ladi. Al-yawmni oldiga nima qo'shsak al-yawm bo'ladi. Mushu bo'yicha qo'shib baqsaq bo'ladi, ha. Tövəndəki misalını oynayıb baxın və suallara şu boyunca cavabını da vardır. Mesela mən xalaqaka xalaqani Allah degan şəkildə cavab versək bo'laveradi, ha. Buna o'xshash men barobarga sizniki bo'ldi desa, meni falan o'rdi deb shu asosda javob bersak bo'laveradi. 11-si tövəndəki so'zni o'ynayib baxın deydi. Ma'nahu ma'naha. Ma'ni degan gap agar erlik shakldagi bir narsa ishlatilsa ma'nahu deb hukmda, ayollar shaklda ishlatilsa ma'naha qiladi. Lekin ma'na o'zgarmay kelaveradi. 12-si tövəndəki so'zni o'ynayib baxın. Biz darsning oldidan tushunib o'tgan maga oldi qo'shilsa, keyindagi hamzani tashlasak bo'ladi deb. Masalan, min qo'shilsa mimma, ba qo'shilsa bima, lam qo'shilsa lima, an qo'shilsa nima amma. Hozirni o'zimiz o'qib tushunib qo'ysak bo'ldi, ha. Misollarni o'ylab baxing. Undan keyin tövəndəki jumlalarni ostiga sizilgan so'zlarni ko'plikka o'zgartgandan keyin yozib chiqing. Ko'plikka o'zgartish. Ko'plikka o'zgartsak, odatdagi ismlarni ko'plikka o'zgartsak, keyingi kelgan allazim bilan ko'plikka o'zgaraydi. Masalan, manil fityatul lazi kharaja min al-fasl al. Fata, manil fatal lazi kharaja min al-fasl an. Fata birlik shaklda bo'lg'achqa allaz birlik shaklda keldi-ku. Agar mushli ko'plikka aylantirsak, allazimmi o'zligini ko'plik shaklga aylantiradi. Masalan, manil fityatul ladina kharaju min al-fasl an. Ayda fata allazi keldi, fityaga allazini keldi. Hamda biz qolgan misollarni shu bilan ishlab baqsak bo'ladi. 14-ci mashq misollarni o'ylab baxing, undan keyin tövəndəki cümlələrni aslındakı sizilgan sözlərini ko'plikka aylantirgandan keyin yozing deydi. Masalan, at-taliba allati dakhalat al-fasl al-an min al-hind. Bu o'rindagi talibani ko'plikka aylantirsak at-talibat. Bu o'zgargan hamon mas holda allati o'zgardi. Qahonlarni shu bo'yicha ishlab baqsaq bo'ladi. Biz darsdan oldin so'zlab o'tgandek, kitobda ism-mavsularni yig'ib berdi, ya'ni erlikninki allazi, ko'pligi allazina, ayollikning allati, ayollikning ko'pligi nima? Allati. Shu bo'yicha tushunsak bo'ladi.